Hop, bismillah. Xo'p, endi bugungi darsda mobil dasturni prototip qilishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, menda bunaqa tayyor chizilgan skrinlar bor. Buni har kim o'zi uchun chiza olishi mumkin yoki communitydan olish mumkin. Communitydan olishni hali ko'rib chiqamiz. Xo'p, umuman olganda mazmun hozir buni chizishni o'rgatish emas, prototipni o'rgatishdi. Men bu yoqda ochib olganman prototipni. Mana bu yoqdan iPhone 8 razmeriga chizilgan iPhone 8 Space Gray. Xo'p, mana tayyor turibdi. Endi birinchi navbatda biz mana bu joyda fix qilib qo'yishimiz kerak. Ya'ni mana qilib scroll qilgan paytda bu joyda qotib turish uchun buni fix qilib qo'yaman. Keyin pastdagi bottom bar ham nimada turadi? Tab bar. Fixda turadi ikkalasi. O'rtadagi narsa yuradi yoqdan bu yoqqa. Xo'p, ikkalasini fix qilib qo'yamiz. Mana buni fix deb qo'yamizda. Endi xo'p, bu yoqda tepadan ikkita tab bor. Tabdan oldin tepadagidan kelaylik. Xo'p, bunda mana filtr bor. Filtr qiladigan button, o'shani bosganda bu chiqishi kerak pastdan. Xo'p, buni qanaqa qilamiz? Endi ushlaymizda bunga olib kelaman. On dragda emas, on tabda open overlay qil, bottom centerdan kezin. Va moving pastdan chiqsin deb qo'yaman. Xo'p, mana bosdim, chiqib keladi pastdan. Ya'ni bosgan 10 klikda open overlay, ya'ni overlay bu yoqda dark nima qo'shilib qolgan, ko'rgan bo'lsangiz, open overlay pastdan chiqib keladi, moving qilib endi animatsiya bo'lib. Endi bunday bossam yopilib ketadi. Bunday qilsam ham yopilib ketadi. Ya'ni bu nimani hisobiga desa, hozir bularni o'chirib turay, mana ko'rsam boshidan. Hop, qara. Endi mana hozir boshdan ko'ramiz. Bosdimmi? Endi buni birontasiga bosganimda baribir o'sha tanlanadi, yopilib ketadi overlay. Shuning uchun buni 10 klikda bunday qilib hammasini nima qilib qo'yamiz. Hop, close overlay qilib bunday ushlab. Mana, bittasiga bossam endi yopilib ketaveradi. Tashqari tomonga bossam yopilyapti. Endi bunday ushlab pastga tortsam yopilib ketishi kerak. Hop, buni qanaqa qilamiz? O'sha overlayni ushlayman-da. Bunday olib kelib, buni X ga bosaman, faqat buni on tab emas, on drag ga ulab qo'yaman. Ya'ni on drag ga bunday qilsam yopilib ketyapti mana. Bunday qilsam yopilib ketadi. Xo'p. Menimcha bu tushunarli. Endi ikkinchisi bu tablar. Tab maytda ikkita, ya'ni bunga bossam bunga o'tish kerak, bunga bossam bunga qaytish kerak. Xo'p, buni qanaqa qilamiz? Buni ushlayman. Hozir aytib qo'yay, kelasi ham bitta nima, nomi hozir bu smart animate bo'ladi-da. Smart animate tablar ikkalasida hamma frame'da ham layerlarda ichidagi elementlar nomi bir xil. Shuning uchun bu smart animate ishlatayotgan paytda shunga e'tibor berish kerak. Xo'p, buni ushlayman. Bunga o'tkazamanda bunga bosdim. Bunga bosdim. Buni push qilaman. Ya'ni smart animate biz push, chunki ikkita narsa bunday o'ynashi kerak. Bizga animatsiya chiroyli chiqish uchun. Bu tomondan keladi. Smart animate matching layers yoqib qo'yaman. Xo'p, endi ko'ramiz. Bunday bosdim, buni o'zgaryapti. Endi orqaga qaytsam, hozir qaytmaydi. Chunki orqaga qaytishdi. Bunga ulayman, manaqa qilib bu tomonga qilib qo'yaman. Mana. Mana shu ishlayapti hozircha mana. Endi ko'rgan bo'lsangiz, Telegramda va boshqa nimalarda, programmalarda odamlar tepaga qo'li yetmaydi uncha, ya'ni bunday qilishga, o'shaning uchun bunday qilib swipe qilib, yoqdan bu yoqqa o'tkazishni xohlashadi, ya'ni. Bunday qilib osonlik bilan. Xo'p, xuddi o'sha narsani yoqamiz hozir. Buni ushlaymanda o'sha frame'ni o'zini bunga ulayman. On tab emas, endi on drag qilib qo'yaman. On drag ga bu yoqqa qilib qo'yaman endi. Mana qarang. Bunday qilsam o'tyapti bu yoqqa endi. Hop, bu yoqqa orqaga qaytmayapti. Endi orqaga qaytishda ham ulab qo'yamiz. Bunga bunday qilamanda pushni endi bu yoqqa qaratib qo'yaman. On tab emas, on drag ga. Mana. Bunday qilaman. Mana o'tyapti. Ko'rayotgan bo'lsangiz. Xo'p, endi buni bosgan paytda ichiga kiradigani bor. Ya'ni masalan, o hayvonni ustiga bossam, bironta hayvonni, endi hozir hayvonni hammasini birdaniga ushlayman, chunki baribir liboy o'rtadagi bittasiga bosishim mumkin. Bunga o'tish kerak. Hayvonni ichki page'iga. Xo'p, buni qanaqa qilamiz? iOS da bilsangiz, animatsiyasi sliding bo'ladi. Bu safar ko'rgandik menimcha. Mana bunaqa holatda sliding. Bitta bossam mana sliding bo'lyapti. Smart animate matching layers o'chirib qo'yaman. Mana. Mana shunaqa holatda kiradi iOS da animatsiyada. Androidda ham buni qo'llayversak bo'ladi. Buni muammosi yo'q. Xo'p, endi
Orqaga qaytish bor. Back. Buni o'tgan safar menimcha ko'rgandek, ushlayman, monoga ulab qo'yaman mana. Bossam orqaga qaytadi mana. Bossam orqaga qaytaveradi. Xo'p, endi bundan tashqari iOSda odatda bu button emas, direkt bunday qilib orqaga qaytish ishlatiladi. O'shaning uchun buni bunday ushlayman, bu yoqqa olib kelaman-da. Tak. On dragga backni qo'shib qo'yaman. Ya'ni ichiga kirdim, bunday qilsam orqaga qaytyapti mana. Bunday qilsam. Endi qayerdan kelgan bo'lsa o'sha orqaga qaytib ketaveradi bunday qilib. Odatda iOSda bunday qilib orqaga qaytiladi. Androidda ham hozirgi ba'zi nimalarda qo'shilgan bu narsa. Xo'p, endi buni ichki page'iga kirish, ya'ni fermalarda buni ushlayman-da. Buni bunday qilaman. Slide in. Mana fermaga o'taman. Bitta bosaman, ichiga kirdi. Orqaga qaytishni qo'shamiz. Back. Bunga ham back on drag da bu faqat. Mana bo'ldi, o'xshadi. Endi bu yoqdagi hayvonlar ichiga bossam ham bu yoqqa o'tish kerak. O'shanda men slide in qilaman. Endi qarang. Boyagi backda kuchi bosaman, bunga qaytdi. Bunday qilsam bunga qaytyapti. Endi bunga o'tib turib, hayvonlarga o'tib turib, bunga bosib bunday qilsam o'sha hayvonlar joyiga qaytadi. Backda bitta shu joyi yaxshi. Xo'p, keyingisi bu filtrni ulamabmiz-ku. Xo'p, umuman filtr ulash bitta ko'rsatlik menimcha yog'i qiyin bo'lmasa kerak, mana bo'lmasa kerak. Endi keyingisi, xo'p, mana hozir fermaning ichiga kirgan paytim telefon bor. Telefon ustiga bosganimda mana qanaqa narsa chiqishi kerak. Xo'p, buni qanaqa qilib qilamiz? Bu ham boyagiday juda oddiy. Ya'ni buni ushlayman telefonda. Bunga bunday olib kelaman. Open overlay, bottom center, move in. O'zi hammasi mana turibdi. Xo'p, on tabga o'zgartiraman. Xo'p, ikkita nima qo'shilgan paytda ikkita birdaniga on tab bo'lmaydi. O'shaning uchun ikkinchisi on dragga o'tib ketib qoladi. O'shani hisobga olish kerak mana. Bosdimmi? Xo'p, pastdan chiqish kerak bu. Mana. Bunday qilib. Buni bossa bo'ldi. Shuni telefonda urib yuboradi. Bunda ham ulab qo'yamiz shuni. Bunday qilib. Mana. Ichiga kirgan paytimda telefonni bosaman. Hozir ham on drag bo'lib qoldi. On tab. Bunday qilsam chiqib kelyapti. Bunday qilib o'tib ketaveramiz. Menimcha unchalik ham muammo bo'lmadi bu. Keyin yana bitta narsa, buni ochaman. Tak, bunday yopib turaman-da. Anaqa bottom sheet degan narsa bor. Bottom sheetni ko'rdik. Bu model stack degan narsa bor iOSda, bilsangiz. Ya'ni mana bunaqa narsa. Bosamanda buni open overlay qilaman. Ya'ni o'z odatda buni behavior bunaqa bo'lmaydi. Ya'ni men rasm soatni nimasi turadi-da, bu monoframe ham orqaga biroz siljiydi. Endi juda maydalashib o'tiribdi. Bunaqa maydalashib o'tirish shart emas o'zi umuman prototypingda, chunki iOSda buni qo'ymasangiz ham o'zi shunaqa animatsiya chiqadi. Figurada qilsangiz ham, qilmasangiz ham. O'shani prosta programmistga tushuntirib ketish uchun mana shunaqa qilinadi. Xo'p. Mana buni hozir o'chirib turaydi. X ga close overlay qo'shib qo'yaman mana. Bosdim, X ga close overlay, pastdan chiqib kelyapti. Pastdan chiqib kelganda nima bo'layotganligi uchun, scroll bo'layotganligi uchun fixni yoqib qo'yamiz bu narsani. Keyin bu frame manaqa narsa bor. Qarang, hozir ko'rsataman. O'zi aslida manaqa holatda turibdi bu. Ya'ni auto layout o'tmadik hali. Xo'p, mayli, auto layout o'tmadik hali. Mana shunaqa qilib, bunday qilib yopib boraman. Endi buni ushlab turib on dragga ham close qilib qo'yaman. Endi buni ochgandan keyin bunday qilib yopib boraverishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, menimcha hammasi tushunarli. Agar qanaqadir yana tushunmay qolgan joylaringiz bo'lsa, bemalol so'rashingiz mumkin. Telegramdan lichkaga yozib. Xo'p. Shu bilan prototyping tugadi. Keyingi darslarda inspect va exportlarni ko'rib chiqamiz inshaalloh.